Butun Minecraft olamini har bir burchagini bir vaqtda yuklab turish uchun qancha odam kerak bo'ladi? Agarda Minecraftda bitta blokni 1 metr deb oladigan bo'lsak, butun Minecraft olami siz paydo bo'lgan joydan boshlab har tarafga 30 ming kilometrga teng. Shundan xulosa qilishimiz mumkin. Minecraftda bir chegaradan ikkinchi chegarachaga bo'lgan masofa 60 ming kilometrga teng. Tasavvur qilyapsanmi, Karl? Bu bizning yer sayyoramizdan katta. Hali ham kichkina deb o'ylayapsizmi? Unda mana bu suratga yaxshilab e'tibor bering. Do'stlar, agar siz yerni topgan bo'lsangiz, bu yerda bemalol like qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, Minecraftga qaytadigan bo'lsak, shu 60 ming kilometrga 60 ming kilometr bo'lgan Minecraft olamida 16 ga 16 bo'lgan 14 trillion 62 milliard 500 million tanklar bor. Raqamchasiga aytadigan bo'lsak, 14 trillion 62 milliard 500 million mana shunday kvadratlar bor. Agar uncha Minecraftda bir vaqtda yuklanadigan tanklarni maksimal darajada qo'ysa, u 4225 ta tankni yuklay oladi. Shunda sizga 332 million o'yinchi kerak bo'ladi. Agarda shuncha ko'ngilni topgan taqdiringizda ham kompyuteringizda 70 million gigabayt joy kerak bo'ladi.